Assalomu alaykum, kanalimizni ashaddiy tomoshabinlari va bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan yana bir navbatdagi ajoyib bo'lgan uy loyihasi bilan tanishib chiqamiz. Navbatdagi bu loyihamiz bir qavatli umumiy 8 xonadan iborat bo'lib, 2 ro'zg'orli oilalarga bemalol tavsiya qila olamiz. Loyihamizga qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, loyihamizda mana bu bizda asosiy darvoza qismi aylanasiga xonalar tushgan va mana bu yerda bizda yozgi oshxonamiz, yozgi oshxona orqali tashqari ko'cha tarafga va mana bu orqasida joy qoldirganmiz. Bu tarafda yana qo'shimcha yerlarini borligini hisobiga orqa hovliga o'tsa bo'ladigan joy qoldirib ketilgan oshxona orqali. Bizda mana bu yerda bitta tashqi hojatxonamiz va mana shu uylarimizni umumiy stadion patyol xonamizni ham joylashtirib ketganmiz. Bu uchastkamiz podvalsiz bo'lgan, shuni hisobiga biz mana bu chekka qismiga mana shu uylarimizni isitish uchun katyol xona rejalashtirib ketganmiz. Endi uyimizni tashqi razmerlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, asosiy mana bu ko'cha tarafimizni uzunligi 15 metr va uyimizni mana bu yon taraf uzunligi esa 23 metr. Umumiy olganda mana shu qurilish bo'ladigan maydonimiz 3,4 sotix yer maydoniga to'g'ri keladi va o'zini mana bu sana qismida yashil maydonlari ham bor. Albatta bu yerga manzarali daraxtlar, gullar ekib qo'ysa yana ham chiroyli holatga keladi. Endi loyihadagi uyimizni fundament razmerlariga to'xtalib o'tamiz. Loyihadagi uyimizni fundamentlarini umumiy yaxlit ko'rinishi mana shunday holatda, shu holatda fundament qo'yiladi. Fundamentimizni razmerlari balandligi 60 sm, mana shunda bunaqangi 4 pog'ona zina bilan uyimizga ko'tariladi. Eniga 40 sm fundament qo'yiladi. Umumiy olganda mana shu uyimizni fundamentiga ketadigan sarf xarajatimiz umumiy 27,6 kuba beton quyish kerak bo'ladi va standart holatda bunga sarflanadigan sementimiz 8 tonna 180 kilogramm bo'ladi. Albatta buni mustahkamligi uchun ichiga 12 li armaturadan 4 qator qilib yotqizganingizda umumiy hisobda 460 metr armatura sarflanadi. Endi loyihadagi uyimizni devor razmerlariga to'xtalib o'tamiz. Loyihadagi uyimizni devorlarini umumiy ko'rinishi mana shunday holatda, shu holatda devorlari ko'tariladi. Devorimizni balandligi 290 devor uriladi va mana bu yerda 30 sm sesma poyiz aylanadi. Uyimizni mana bu burchak chetlariga albatta kolonnalari bo'lishligi kerak bo'ladi va mana bu derazani tepa qismiga peremichka deyiladi. Bu ham betondan quyilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Umumiy olganda bizda xona balandligi sesma poyiz bilan 320 sm. Mana shu ko'rib turgan uyimizni umumiy devor xarajatlari 35 ming dona g'ish sarflanadi. Endi asosiy bo'lgan uyimizni xonalar joylashuvini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Endi loyihadagi uyimizni xonalar joylashuvini mana shu kamera orqali yurib tanishtirib o'tamiz. Dastavval ko'cha tarafdan boshlaydigan bo'lsak, bizda uyimizni asosiy darvozasi mana bu yerda joylashgan. Mana shu darvoza orqali bundoq yurib ichkariga kirganimizda, o'zi aslida uyimiz 3 ta bo'lmaga bo'lingan. Darvozadan kirganimizda mana bu o'ng qo'l tarafi birinchi bo'lma, darvozadan kirganimizda to'g'ri mana bu ikkinchi bo'lma. Chap qo'ldagi mana bu uylarimiz bizda 3-bo'lma hisoblanadi. Darvozaxonadan kirganimizda o'ng qo'l tarafdan boshlaymiz. Bu tarafga bemalol ota-onasi joylanishi mumkin bo'ladi. Mana bu zinalar orqali bundoq yurib ko'tarilganimizda mana bu yerda bizda kichkinagina koridorimiz bor. O'ng qo'lga yurilsa ota-onasiga yotoqxona, chap qo'lga yurilsa umumiy xona. O'ng qo'l tarafdan boshlaymiz. Bu ota-onasi uchun yotoqxona. Derazalari ham juda bir chiroyli holatda joylashgan, keng va yorug' bo'ladi. Endi bu xonadan qaytib chiqib koridorga chiqqanimizda mana shu ota-onasi uchun mana bu yerga tahoratiga va boshqa ishlariga qulay bo'lishligi uchun sharoit yaratish maqsadida bu yerga sanuzel joylab ketganmiz. Koridorimizdan chap qo'l tarafga yurganimizda bizda mana bu yer umumiy xona. Bu umumiy xonada bemalol ovqatlanib o'tirsa bo'laveradi. Juda ham chiroyli holatda. Umumiy xonamizga ham bunaqangi ikkita deraza joylab ketganmiz. Umumiy xona orqali bu yoq tarafda bizda qishki oshxonamiz. Mana bu yerda qishki oshxona. Bu yerda faqatgina ishchi zona, ya'ni
ovqat pishiriladi xolos. Bu oshxonamiz orqali mana bu yerda eshigimiz bor. Eshikdan chiqib mana bu yerdan zinalar orqali bundoq yurib yozgi oshxonaga o'tishligi mumkin bo'ladi. Yozgi oshxonamiz ham juda bir chiroyli holatda joylashgan. Mana bu eshik orqali orqa hovliga o'tadi. Mana bu eshik orqali esa tashqi ko'cha tarafga chiqishligi bor. Endi darvozaxonadan kirganimizda to'g'ridagi mana bu uyni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, agar ikkita o'g'illari bo'lsa, teng uylashlikka to'g'ri kelib qolganda, misol uchun mana shu darvozaxonadan kirganimizda to'g'riga bitta o'g'illarini, mana bu chap qo'l tarafiga esa bitta o'g'illarini teng uylashligi mumkin bo'ladi. Mana bu yerda ham ikkita xona qoldirib ketganmiz. Kirganimizda mana bu yerda koridor, o'ng va chap qo'l eshik joylashtirilgan. O'ng qo'l tarafda misol uchun bu bizda bolalar yotoqxonasi bo'ladigan bo'lsa, derazalari ichkari hovli tarafga qaratib o'tilgan. Umumiy mana shunday holatda joylashtirilgan. Endi bu xonadan qaytib chiqadigan bo'lsak, mana bu esa kattalar yotoqxonasi, keng va shinam holatda. Bu xonamizga ham tabiiy yorug'lik tushirish maqsadida mana bu yerga ichkari hovli tarafga qarab o'tilgan deraza qoldirilgan. Endi bu xonadan qaytib hovli qismiga chiqadigan bo'lsak, endi darvozaxonamizni chap qo'l tarafini tushuntiramiz. Darvozaxonadan kirganimizda chap qo'l tarafda esa bizda mana bu birinchi xona keng kattagina mehmonxonamiz hisoblanadi. Mehmonxonamiz ham juda bir chiroyli, kattagina, shinam holatda, derazalari ko'cha tarafga qaratib o'tilgan. Endi bu mehmonxonadan qaytib chiqadigan bo'lsak, mana bu tarafda bitta kattalar yotoqxonasi qoldirib ketilgan. Bu kattalar yotoqxonasi ham juda bir chiroyli holatda, o'zlariga tegishli garderoblari va shaxsiy yuvinish xonalari mavjud. Mana bu eshik orqali kirganimizda bu yer bizda garderob hisoblanadi. Через garderob bu tarafga yuvinish xonalariga kirishligi mumkin bo'ladi. Bu yerga bemalol o'g'illarini uylasalar, sharoitlari juda bir qulay bo'lgan. Endi bu xonadan qaytib chiqadigan bo'lsak, mana bu tarafda bitta отдельный xonamiz, bu bolalar yotoqxonasi hisoblanadi. Bolalar yotoqxonasi ham keng, shinam holatda, derazalari ichkari hovli tarafga qaratib o'tilgan. Endi bu xonadan qaytamiz. Bizda mana bu birinchi xonamiz hojatxona hisoblanadi. Hojatxona chiqamizda mana bu yerdan qo'lni yuvib xonalariga kirishligi mumkin bo'ladi. Mana shu hojatxonamizni oldida bizda uyimizni umumiy isitiladigan katyol xonamiz rejalashtirib ketilgan. Juda bir chiroyli holatda. Endi bu xonadan qaytib chiqadigan bo'lsak, umumiy olganda juda ham shinam bo'lgan loyiha. Agar bu loyihamiz sizga ma'qul keladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib kelishilgan holatda loyihamizni olishingiz mumkin bo'ladi. Mana azizlar, imkon qadar sodda va tushunarli tushuntirishga harakat qildim. Siz va yaqinlaringizga shunaqangi professional arxitektura va dizayn xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Va yana shuni eslatib o'tamanki, bizni Instagram va Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, biz Telegram va Instagram kanallarimizda mana shu YouTube kanaliga joylashtirilayotgan loyihalarimizni qurilish jarayoni, qurilayotganini joylab boramiz. Rahmat, hammaga salomat bo'linglar.